Joylar bu yog'ini bugun qo'ydik. Bu tarafini fevral oyida qo'yib ketganmiz. 1080 kvadrat, narigi tomondan 5 etajli dom bor. Asha hozirgi turgan 5 etajlik. 4 etajli bu, nariginisi 5 etajlik. Hozir yorug'roqqa borib ko'rsataman. Yanvar oyida qilingan, endi qishda qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi degan odamlarga. Mana hozir bu yerlar polniy iz bo'lgani, bunda tomlar ham tushunsa yo'q edi, oldingi videolarda ko'rilgan bo'lsa, tomsiz joyga qo'yganmiz. Buni ustidan keyin odamlar ustalar yuraverar, keyin qatsa bo'ldi uka deyilgani uchun qilib berganmiz. Hozir mana issiz joyga boramiz. Mana bu yerda mana shu yerda iz yo'q ekan. Mana qanday bo'ladi? Mana mashinchalik oyoq urganda kirmaydi. Bunday ursa manaqa saqani izi chiqadi. Endi izolyatsiya uchun steyashkan singaridan mustahkam bo'lmaydi, lekin issiqligi hamma yoqda ushashligi yaxshi. Plitani ustiga chornisi yaxshi bo'lsa, shunaqa holatda bo'ladi. Lekin chorniy yomon chorniylarda sinib ketishi, boshqa qilib ketishi chorniga ham ko'pincha bog'liq.